Noto'g'ri shartnoma tuzilishi natijasida fuqaro uyidan ham ajralib qolyapti, pulidan ham ajralib qolyapti. Holat shunday bo'lganki, qarz olgan, misol aytaylik, $20,000 qarz olgan, menga pul berib tur, men senga uyimni o'tkazib berib turaman, garovga berib turaman degan, o'zini uyini, yashab turgan uyini. Lekin garov shartnoma ham tuzilmagan yoki qarz shartnoma ham tuzilmagan notarius orqali. Oldi-sotdi shartnoma asosida uyini o'tkazib beryapti, pul bergan odam nomiga. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'sha $20,000 pulini $27,000 qilib foizi bilan qaytarib beryapti. Qaytarib bergandan keyin mana pulni ol, endi men uyimni o'zimga qaytarib bersa, kechirasan, bu uyni men sendan sotib olganman. Ol-sot shartnoma bo'lgan degan. Endi uy egasi o'rtada nizo kelib chiqib, sudga beryapti. Ol-sot shartnomani haqiqiy emas deb topishga. Lekin sudda yutqizib qo'yapti. Nimaga? Chunki garov shartnoma ham tuzilmagan, qarz shartnoma ham tuzilmagan. Bu faqat og'zaki kelishuv bo'lgan xolos. Og'zaki kelishuvlarni sud inobatga olmaydi. Oldi-sotdi shartnoma qonuniy shartnoma bo'lib o'zini tasdig'ini topyapti va natijada uyda egasi uyidan ham ajrab qolyapti va pulidan ham ajrab qolyapti. Bunday xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun bunday ishlar shartnoma tuzishdan oldin albatta siz yurist bilan maslahatlashib keyin ish tuting. Agar sizga huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.